Assalomu alaykum. Havoni ko'rib turibsizlar. Bugun 4-noyabr, Farg'ona Quvada havo juda ham sovuq. Pink Lady Rozgulov olmalar lekin daraxtining ustida turibdi. Rang olishda davom etyapti. Buni qaranglar. Xudo xolasa, bemalol ko'chatlar kerak bo'lsa o'zimizga aloqaga chiqaverasizlar, buni qaranglar. Mevani quyib yuborgan. Mana bu tomonlarda ham meva. Bog'da holati to'rga 2,5 ekilgan. Bemalol ko'chatlari kimga kerak bo'lsa o'zimizga aloqaga chiqaverasizlar. Yetishtirib qo'yganmiz, kelasizlar, bog'ni ichidan svej ko'chirib beramiz. Bittadan like bosish esdan chiqmasin. Buni qaranglar, Allohning mo'jizasida bu ham olmani. 4-noyabr sovuq uji, mana shamollar ham boshlanib ketdi. Ko'chatlarga akalar ulgurib qolinglar, kimga zaril bo'lsa. Yaxshi navlardan, kelajagi bor navlardan bu. O'zbekiston bo'ylab dastavkalarimiz ham bor. Bittadan like bosib, olmadan boqilaman degan tanishlarga bu videoni tezda ulashib qo'ying.